Viloyatliklar ham Toshkentda taksi faoliyati bilan shug'ullana oladi. Bu haqida transport vaziri Ilhom Mahkamov bugun 13-iyun kuni ma'lum qildi. Uning aytishicha, Vazirlar Mahkamasining bu bo'yicha qarori noto'g'ri talqin qilingan ekan. Ilhom Mahkamovning aytishicha, fuqaro qayerda tug'ilgan ekanligi, propiskasi qayerdaligi va avtomashinasining davlat raqami qaysi viloyatga tegishli ekanligidan qat'iy nazar mamlakatimizning istalgan hududida taksi faoliyati bilan shug'ullanish mumkin. Bu bo'yicha hech qanday taqiq yo'q, faqatgina litsenziya olish va faoliyat manzilini tanlash kerak bo'ladi. Ya'ni, misol uchun aytaylik, andijonlik fuqaro Toshkentda taksichilik qilmoqchi bo'lsa, faoliyat manziliga Toshkentni tanlaydi va faqatgina Toshkentda taksi faoliyati bilan shug'ullana oladi. Bir fuqaro bir vaqtning o'zida ham Toshkentda ham boshqa bir viloyatda taksichilik bilan shug'ullanishi mumkin emas. Ushbu videoni taksichilik bilan shug'ullanadigan yoki ora-orada kira qilib turadigan tanishingizga yuborib, uni xursand qiling.